Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Tövendikisi Ustoz Muhammad Yusufning Din va Hayot nomli kitobining ovozga ilingan nusxasi. Bu nusxa qayta tahrirlangan 3-qatimliq nasriga asosan tayyorlandi. Din va Hayot 2000 savolga javob. Bu əsərimni meni və qarindoshlarımni yaxshi biqib, yaxshi o'qitib, qatorga qo'shish yo'lida barlig'ini atgan va bolalarning firoqida yuragi dog'lanayotgan kuyimchan, fidokor va to'limi shafqatli dadam Muhammad Tursunxonovga eng oliy ehtirom bilan bag'ishlayman. Abdor Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətli və mehriban Allah Taala'nın namı bilan başlayman. Barcha madihiya və ən mükemmel maqtashlar olamlarning parvardigori və müminlərin mədədkarı Cənab-ı Allah Taala başlar. Allah Taalaga mavcudatning sonicha madihiya o'qib, onu maqtayman. Haq dinni insoniyatga yetkazish orqali ularni kufr, zalolat va ozg'inlikning qorong'uliklaridan qutuldirib, iymon, hidoyat va haqiqatning nuriga yetaklagan insoniyatning iftixorlik ulgusi suyumli payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga, uning oila tavobatlariga va uning yo'lini davomlashtirib bizlargacha yetkazgan sahobalariga, shundaqla ta qiyomatgacha haq yo'l yurgan mo'minlarga omonlik tilayman va salom yo'llayman. Hurmatli kitobxon, qo'lingizdagi bu asar bundan ilgari nashr qilingan Din va Hayot 1600 savolga javob va Din va Hayot 2000 savolga javob degan 2 qatimliq nasrining qayta tahrirlangan nusxasi hisoblanadi. Kitobimning birinchi va ikkinchi nashrining kitobxonlarimizning qizg'in olqishga erishganligi va bu kitob haqidagi talabning kundan kunga ko'payayotganligi meni texim ko'p izlanishga va uni texim mukammal qilib tayyorlashga qiziqtirdi. Kitobga yana bir qancha mavzuni qo'shdim. Bu asar cho'ng kichik hammaga ommabop, tushunishli ham ixcham qilib tayyorlandi. Bu kitob sizning islom dinini eng qisqa yo'l bilan eng to'g'ri va mukammal tushunishingizga yordam qiladi. Shuningdek, sizni din va hayot masalalari haqida ko'plagan qimmatli bilimlar bilan ta'minlaydi. Kitob 13 bilimdan tarkib topgan bo'lib, onun tuzilishi mundaq bo'ldi. Birinchi bo'lim e'tiqod, ikkinchi bo'lim ibodat, uchinchi bo'lim axloq, to'rtinchi bo'lim Muhammad alayhissalomning hayotidan o'rnaklar, beshinchi bo'lim muomala, oltinchi bo'lim harom va cheklangan ishlar, yettinchi bo'lim Qur'on va sunnat, 8 bölüm İslami bilimler, 9 bölüm Kur'an-ı Kerim'nin mucizesi, 10 bölüm İslam'daki mukaddes çaylar, 11 bölüm atizm ve Allah'ın varlığı, 12 bölüm şek şübhelerge reddiye, 13 bölüm İslam devleti ve İslam halifelikler. Kitabımın birinci, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi bo'limlari asosan yosh o'smirlarga munosib shaklda hozirlanganlikdan savollarning javoblari ixcham bo'lib, masalalarning manbalari berilmadi va tafsilotlariga kirilmadi. Ammo kitobimning keyingi bo'limlari umuman cho'nglarga munosibroq bo'lganlikdan javoblar bir oz kengaytib berildi va masalalarning manbalari imkon qadar to'liq berildi.
Men mazhabni rad qilguvchilardan yoki uningga mutaassiblik qilguvchilardan emasman. Xalqimiz umuman Hanafiy mazhabiga ko'ra ish ko'radi. Şoňa fiqhi meselelerdə İmam Azam Abu Hanifa'nın mazhabi asas kılınıp, Hanefi mazhabinin en güçlük, hamma birlik kelingan ixtilofsiz meseleleri tanlab edildi. Hanefi mazhabinin ra'yi qanoatlik bo'lmagan meselelerdə başqa mazhablarning güçlük qarashlari tanlab edildi. İman bilen ahlak o'tirisidagi bir-birini takomillashtiradigan mustahkam bog'lanishni ko'zda tutib, kitobimda axloqqa alohida keng o'rin berdim. Haqiqiy dindorlikning va talabga loyiq musulmonlikning faqat sog'lom e'tiqod va go'zal axloq bilan bo'ladiganligini, axloqning martabasi iymon bilan o'xshash darajada ekanligini, go'zal axloqning ibodat ekanligini, talabga loyiq qilingan ibodatning cho'qim axloqni isloh qila oladiganligini, aksincha ba'zi dindorlarning axloqidagi nacharliklar ular qilgan ibodatlarning nafsini poklash va ruhni yuksaltirish, axloqni isloh qilishdan iborat mevasini berolmaganligi sababdan ekanligini tushuntirishga tirishdim. Chunki hozirgi zamon musulmonlari ichida bosh ko'targan eng chong kriz diyonat bilan axloq ikkisini bir-biriga bog'lay olmaslik. Aniqroq qilib aytganda, ba'zi kishilarning shakli ibodatlarni o'rindab qo'yish bilan foydalanib, axloqiy taraflarga ahamiyat bermasligi. Yana ba'zilarning adab, axloq ishlariga ahamiyat berib, ibodat masalalariga ko'ngil bermasligidan iborat bo'lgan krizisdir. Bu asarni hozirlash uzun muddatli qiyin va jafoliq emgak bo'ldi. Bu asarning umumiy manfaatli, tushunishli va to'liq bir asar bo'lib chiqishi uchun iqtidorimni yetishicha tirishdim. Eng ilg'or va umumiy musulmonlar orasida ixtilofsiz fikrlar bilan bayitdim. Do'stlarimning, kasbdoshlarimning fikrlarini oldim va oxirgi nusxani ular ko'rib chiqqandan keyin muqimlashtirdim. Bu asarni ko'zdan kechirib chiqishini Saudiya Arabistonining har qaysi oliy bilim yurtlarida, Pokiston Islom universitetlarida, shundaqla Misr Azhar oliy bilim yurtida ilm tahsil qilib, yuqorisi doktorlikdan boshlab tövini bakalavrlik unvonlarini olgan yosh olimlar ustiga olgan edi. Demakki, bu asarning musulmonlar orasida birlik kelingan islom prinsipiga, Qur'oni Karim va hadislarning ruhiga tamoman uyg'un ekanligiga qanoatim to'liqdir. O'qirmanlarni bu jihatda xotirjam qilishni xohlayman. Bu munosabat bilan mazkur yosh olimlarga, shundaqla bu asarni yozishimga bana qimmatli fikrlarni bergan do'stim va saboqdishim Azhariy doktor Abdul Aziz Ahmadullohga rahmat aytaman. Bu asarning har bir Uyg'urning uyida bir nusxadan bo'lishini umid qilaman. Janobi Allohdan bu oddiy amgikimni qabul qilishini so'rayman. Bu asarni turli xatolik va savalliklardan xoli degila bo'lmaydi. Kitobxonlarning, xususan ona vatanimizning ichi va sirtidagi olim bilimolarimizning tuzatish berishini va tanqidiy fikrlarini oymasligini so'rayman. Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Hijriya 1932-yili 6-oyning 18-kuni. Miladiya 2011-yili 5-oyning 21-kuni.